Oltin rangdagi go'zal ertalab. Hokim Rina Mukapajji o'z onasi Sudxadevi bilan taksida bozor tomon ketayotgan edi. Uy uchun ba'zi kerakli narsalarni xarid qilish uchun. Rina bugun oddiy bir qizdek qizil sariq rangdagi shalvar kiygan edi. Uni ko'rib hech qanday tarzda uning bu tumanning eng kuchli ayoli hokim Rina Mukapajji ekanligini anglashning iloji yo'q edi. Taksi yo'lda ketayotgan edi. To'satdan yo'l chetida turib qo'l ko'tarib ishora qilib, taksini to'xtatdi subinspektor Vikram Sen. Keyin u ham taksiga o'tirdi. Taksi yana yura boshladi. Biroz masofa ketgach, Vikram Sen taksini to'xtatdi va tushmoqchi bo'ldi. Shunda taksi haydovchisi dedi: "Ser, avval sizning pulingizni bering. Siz pul bermay ketyapsiz." Buni eshitib Vikram g'azablanib qichqirdi: "Nima deding? Shu kichkina masofa uchun mendan pul ham olasanmi? Men politsiyachi ekanligimni tushunmayapsanmi? Sen esa mendan pul so'rayapsan." Bu gaplarni aytib Vikram g'azab bilan taksi haydovchisiga qattiq bir shapaloq urdi. Buni ko'rib Rina Mukapajji hayratdan qotib qoldi. U darhol oldinga chiqib dedi: "Ser, siz politsiyachi bo'lsangiz ham bu aka har kuni qattiq mehnat qilib kun ko'radi. Bu uning ishi. Aynan shu daromad evaziga ularning uyida ovqat qaynaydi. Agar siz pul bermasangiz, u o'z bolalariga nima yediradi? U faqat o'z haqqini so'rayapti va siz pul berishingiz kerak." Rinaning gapini eshitib Vikram Sen yanada g'azablandi. U achchiq ovozda dedi: "Sen menga nima qilishimni o'rgatasanmi? O'rtaga gap qotishga shuncha jasorating bormi? Ko'p ming'irlama, bo'lmasa shunday shapaloq urib qo'yamanki, esingdan chiqmaydi. Men politsiyachiman. Xohlasam hoziryoq seni hibsga olishim mumkin. Ko'p ayyorlik qilma, tushundingmi?" Vikram umuman bilmas ediki, u shunday muomala qilayotgan ayol aslida tuman hokimi, ya'ni Rina Mukapajji ekanligini. Rina sokin ovoz bilan dedi: "Ser, siz politsiyachi bo'lsangiz, kambag'allarni talaysizmi? Ularning haqli pulini ushlab qolasizmi? Siz qilayotgan ish nafaqat noto'g'ri, balki qonunga ham ziddir." Rinaning gapini eshitib Vikramni o'zini yo'qotdi va g'azab bilan Rinaga shapaloq urdi. "Sen menga qonun o'rgatasanmi? Meni ko'proq qonun bilaman shekilli. Meni ko'p jahl qilma, bo'lmasa seni ham, onangni ham birga qamoqqa tashlataman." Taksi haydovchisi hammasini ko'rib qo'rquv va vahimaga tushib jim edi. Rina o'z g'azabini tiyib turdi. U atayin o'zini tanishtirmadi, chunki subinspektor Vikram Sen qanchalik tubanlashishini ko'rmoqchi edi. Biroz vaqt o'tgach, taksi ularni bozorga olib bordi. Rina va onasi Sudxadevi bozordan kerakli narsalarni sotib olishdi. U tashqaridan sokin bo'lsa-da, ichida qat'iy qaror qilgan edi. Bu subinspektor Vikram Senga albatta saboq berish kerak. Qonunni masxara qiladigan bunday ofitserlar politsiyada bo'lishga loyiq emas. Bozordan qaytib kelgach, hokim Rina Mukapajji o'yladi: "Politsiya bo'limiga borib, u yerdagi muhit qanday ekanligini ko'rsam yaxshi bo'lardi. Vikram Sen o'sha yerda ishlaydi-ku. Agar bo'limning ahvoli shunday bo'lsa, demak butun sistema buzilib ketgan." Ertasi kuni u o'zining asl kimligini yashirib, oddiy bir qizdek shalvor kiyib politsiya bo'limiga yetib keldi. Bo'limga kirishi bilan u inspektor Shyamol Dasni o'z ustulida o'tirganini ko'rdi. Rina to'g'ri uning oldiga borib dedi: "Ser, menga bir hisobot yozdirish kerak." Rina yana bir nima deya uchun Shyamol Das uni to'xtatib qo'ydi. "Kimga qarshi hisobot yozdirmoqchisan? Bilmaysanmi? Hisobot yozdirish uchun 2000 so'm kerak bo'ladi. Puling olib keldingmi? Puling bo'lsa ayt, bo'lmasa yo'qol." Buni eshitib Rinaning ko'zlari g'azabdan qizarib ketdi. U hayratda edi. Bu politsiya bo'limida bunday ishlar bo'layotgan ekan, u esa tuman hokimi bo'la turib, shuncha vaqtgacha bilmabdi. Rina qattiq ovozda dedi: "Ser, nega bizdan pora so'rayapsiz? Hisobot yozdirish uchun hech qanday pul kerak emas. Siz qilayotgan ish butunlay noto'g'ri." Buni eshitib Shyamol jahli chiqdi va dedi: "Nima deding? Men noto'g'ri qilyapman debmi? Sen meni ko'proq qonun bilaman shekilli. Ko'p ming'irlama, bo'lmasa seni hoziryoq ichkariga tashlataman." Rina tushundi. Bu inspektor ham xuddi Vikram Senga o'xshaydi. U sokinlik bilan so'radi: "Sizlarning bo'limingizdagi subinspektor Vikram Sen qayerda?" Shyamol jahl bilan dedi: "Nega? Unga nima ishing bor? Mendan so'roq qilma, o'zi borib gaplash." Rina yana dedi: "Ser, siz hisobotni yozing, aks holda men sizga qarshi chora ko'raman. Siz men kimligimni bilmaysiz." Buni eshitib Shyamol qattiq kulib yubordi. "Sen menga do'q qilyapsanmi? Seni ko'rsam tilanchiga o'xshaysan, yo aqlat terlovchi qiz, yo birovning uyida supurgi ish qilasan. Bu yerda hisobot yozilmaydi. Hozir yo'qol, aks holda turtib haydab yuboraman."
Rina o'zini qo'lga oldi. U tushundi. Dalilsiz hech narsa qilib bo'lmaydi. Ichida qaror qildi. Bularga albatta ko'rsataman, ammo avval butun faoliyatining dalili kerak. Bo'limdan chiqib u biroz o'ylanib turdi. So'ng o'z mobilini olib, yozuvni yoqdi. Keyin yana bo'limga kirdi. Shyamol uni ko'rib bo'kirib qo'ydi. Bu qiz yana kiribdi. Tushunmayapsan shekilli. Kel, senga saboq beray. Seni qamoqqa tashlash kerak shekilli. Rina sekin ovozda dedi. Ser, menga hisobot yozdirish kerak. Siz hisobotni qabul qiling. Agar sizlarning o'zingiz xalq bilan shunday muomala qilsangiz, biz adolatni qayerdan kutamiz? Shyamol Das yana o'sha gapni takrorladi. Men aytmadimmi, hisobot yozdirish uchun 2000 so'm kerak bo'ladi. Pulsiz bu yerda hech narsa bo'lmaydi. Qayta bezovta qilma, aks holda turtib haydab yuboraman. Rina Mukapajji ichida o'yladi. Aynan mana shu kerak edi. Endi mening guvohim ham, dalilim ham bor. Bu yozuv bilan men ularni osongina ishdan bo'shata olaman. U yengil tabassum qilib dedi. Qarang, ser, nega pora so'rayapsiz? Qonunning hech bir yerida hisobot qabul qilish uchun xalqdan pul olinadi deb yozilmagan. Siz qonunni buzyapsiz. Agar siz mening hisobotimni qabul qilmasangiz, sizga qarshi ham qattiq chora ko'raman. Siz o'zingizni katta ofitser deb o'ylaysiz, lekin sizga nima bo'lishini tushunmaysiz. Buni eshitib inspektor Shyamol Das g'azablanib, 2 askarga buyruq berdi. Bu qizni tashqariga chiqarib yuboring, yaxshilab saboq bering. Shunday qilib tinmaydi. 2 askar Rina Mukapajji tomon yaqinlashdi va uning qo'lini tutmoqchi bo'ldi. Aynan o'sha paytda Rina Mukapajji qattiq dedi. To'xtanglar. Shunda u tezgina o'z cho'ntagidan rasmiy ID kartasini chiqarib, Shyamol Dasning qo'liga uzatdi. ID kartani ko'rib, Shyamol Dasning qo'llari titra boshladi. Uning rangi oqarib ketdi. Qo'rqib dedi. Madam, meni kechiring. Men siz bilan hazillashayotgan edim. Ayting, kimga qarshi hisobot yozdirishingiz kerak? Hozir yozib beraman. Ammo Rina Mukapajji uning gapini bo'lib qattiq ovozda dedi. Qara inspektor, men hisobot yozdiraga kelgan edim, ammo endi kerak emas. Endi men hammasini tushunib oldim. Bu politsiya bo'limining ahvoli juda yomon. Bu yerdagi ofitserlar xalqqa yordam berish o'rniga ularni talaydi, qo'rqitadi va qonunni masxara qiladi. Endi sening qutulishing mumkin emas. Sizlarga qarshi menda tayyor dalil bor va men seni ishdan bo'shatmoqchiman. Bo'limdagi barcha askarlar buni eshitib qotib qolishdi. Hamma jim turardi. Shyamol Das o'rnidan turib Rina Mukapajjini o'tirishga taklif qildi. Rina Mukapajji ustulga o'tirib, qattiq ovoz bilan so'radi. Subinspektor Vikram Sen qayerda? Shyamol Das tortinchoqlik bilan dedi. Bugun u ta'tilda, madam. Rina Mukapajjining g'azabi keldi. Subinspektor Vikram Sen va sen inspektor Shyamol Das ikkalangizga ham zudlik bilan chora ko'riladi. Ishdan bo'shatish qog'ozi tayyorlansin, men bir necha soat ichida politsiya boshlig'i ofisiga yetib boraman. Hamma hozir bo'lsin. Keyin Rina Mukapajji politsiya bo'limidan chiqib, to'g'ri o'sha taksi haydovchisining oldiga bordi. U dedi: "Qara aka, sen subinspektor Vikram Senga qarshi guvohlik berishing kerak. Shundagina uni ishdan bo'shatish mumkin bo'ladi." Buni eshitib taksi haydovchisi vahimaga tushdi. "Madam, bu mumkin emas. Politsiya bo'limida hech kim bizning gapimizga quloq solmaydi. Ularga qarshi gapirganlarning ustiga yolg'on ish ochib qamoqqa tashlashadi. Siz ham hech narsa qila olmaysiz. Qo'ying, kerak emas." Rina kulib dedi. "Tashvishlanishingga hojat yo'q. Men oddiy qiz emasman. Men hokim Rina Mukapajjiman va men ularni ishdan bo'shatishga va'da beraman." Taksi haydovchisining ko'zlarida umid chaqnadi. U ruhlanib dedi: "Siz haqiqatdan ham hokim madansizmi? Avval nega aytmadingiz? Agar siz biz tomonda bo'lsangiz, men guvohlik berishga tayyorman. Ayting, qayerga borishim kerak?" Rina Mukapajji uni o'zi bilan olib, ISP ofisiga yetib bordi. U yerda oldindan subinspektor Vikram Sen, inspektor Shyamol Das va DSP hozir edi. Rina Mukapajji ishdan bo'shatish qog'ozini qo'liga olib, oldiga qo'ydi. So'ng taksi haydovchisiga dedi: "Endi haqiqatni hamma oldida ayt." Taksi haydovchisi jasorat topib, butun voqeani aytib berdi. Qanday qilib Vikram Sen pul bermasdan unga shapaloq urgani va Rina Mukapajji o'rtaga gap qotganida unga ham shapaloq urgani. Uning guvohligini eshitib, DSPning yuzi g'azabdan qizarib ketdi. U qattiq ovozda dedi: "Qonunni o'yinchoq deb biladigan odamlarning politsiyada bo'lishga haqqi yo'q." Rina Mukapajjining ko'zlarida qattiq qo'ylik bor edi, ammo yuzida qoniqish bor edi. Tizim tozalanish boshlangan edi. ISP ofisining muhiti birdan og'ir va taranglashib qoldi. DSP taksi haydovchisining guvohligini eshitib, ko'zlarida g'azab aniq edi.
Xonada hozir bo'lgan barcha ofitserlar va xodimlar jim bo'lib qolishdi. Hammaning yuzida qo'rquv. Rina Mukapajji haliyam qattiq, ammo vaznli holatda turganicha sekin stulga o'tirib, to'g'ri DSPga qaradi. Taksi haydovchisi o'z so'zini yana takrorladi. Madam, o'sha kuni inspektor Shyamol Das va subinspektor Vikram Sen zo'rlab mendan pul talab qilishdi. Men rad etganimda, meni politsiya bo'limiga sudrab olib borib, yolg'on ayblov qo'yish bilan qo'rqitishdi. Agar o'sha kuni madam Rina Mukapajji vaqtida kelmagan edi, bugun men qamoqda bo'lardim. Buni eshitib, hozir bo'lgan barcha ofitserlar hayratda qoldi. DSP g'azab bilan o'rnidan turib dedi: "Bu ochiq-oydin jinoyat. Inspektor va subinspektor xalqni himoya qilish kerak, zo'ravonlik qilish emas. Bunday ish butun politsiya departamentining obro'siga putur yetkazadi." Inspektor Shyamol Das